Ya'ni farzandlarim uchun, erim uchun, qaynota-qaynam, atrofdagi yaqin insonlarim uchun o'z xohishlarimdan kechib yashaganimda, man ham ular man uchun o'z xohishlaridan kechib yashashlarini, man ularga qanaqa munosabat qilgan bo'lsam, ular ham menga xuddi shunaqa munosabat qilishlarini talab qilaman va ichimda kutaman. Va eng qizig'i, real hayotimda mani kutuvlarim amalga oshmagan mahalda menda разочарование bo'ladi. Nega? Men shuncha o'zimni bag'ishladim-ku. Men shuncha o'zimdan voz kechdim-ku. Shu insonni deb yashadim-ku. Shu insonni deb o'z orzularimdan kechdim-ku. Ishlamadim-ku, o'qimadim-ku. Farzandlarimga qaradim-ku yoki qayergadir bormadim-ku. Deymizda, lekin aslida u inson ehtimol buni sizdan so'ramagan ham bo'lishi mumkin, lekin siz yaxshi qizaloq bo'lish uchun, qabul qilinish uchun siz bularni o'zingizdan